Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Bugun biz Xalmiyon bozorindamiz. Sizlarga g'unajinlardan bir yashar turpoqlardan bog'larini aytib ketamiz. Shu yerda tartib etib keldi. Shu uyda turpog'i bilan 54 ming bog'a savdo bo'lib jatar. Biz tushib bu yoqdan hozir g'unajinlardan turpoqlardan bog'larini aytib ketamiz. Assalomu alaykum. Qancha bo'ldi aka g'unajinlar? 37, 42'ye var. Bu sola bonca. Özgen G'unajinlar. 37 ming, 42 ming bo'libdir. Rahmat aka, alzamasiz. Mana taq javob berib qo'ydingiz. Özgendan suvlari bor. Targoyga ham aparat. Xalasangiz nomer qoldirasiz. Nomer 77 ming. 0777 63 24 63 24 37 nomerlarga chalingizlar. O'zgan sulularga qiziqqanlar bo'lsa mana 42 ming bo'lib turishdi. Yosh qanchadan o'shin? 42 ming. Paltarashka. Rahmat, bozoringiz bersin. Assalomu alaykum. Aka, g'unajinlarda o'zganning sululari deydi-da. Sizdagi qaysi sulular? Qayerdaqa? Aytganning sululari. Yosh qanchadan uni suluni? Yaşı 2,5 yaş. Qancha bo'ldi bozor so'ragan bor? 39 ming. Narxi-chi? 35 ming. So'ragan bolalar, ha? Ha, so'ragan. Yaxshi, bozoringiz bersin. Kech patentingdan bir ko'rsatib qo'ying. Xudo xolasa, Qadamjoy Media YouTube kanalidan ko'rasizlar, futbol kanalidan. Endi bu suluvni bilaylik-chi. Assalomu alaykum. Bozorga jon kirisha qo'yibdir aka. G'unajinlarda suluvlar deydi. Qayoqdan keldi bu suluvlar? Nogardan aylangan. Suluv. Nogardan aylangan bu g'unajin. Qancha so'rashdi? 33 ming so'rashdi. 33 ming ekan shu. Rahmat, bozoringiz bersin. Assalomu alaykum. Qancha so'rayapsizlar g'unajinda? Suluvni. 50 mingga so'rayapsiz. Shingilda? Turpog'im ekan-da. Yaxshi. Bozoringiz olib bersin. O'zlarsang ham kulayapti bu, ha? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qancha bo'ldi g'unajin aka? Ichib olavering. Berasing bermaysiz. Kengchaga? Tartolanch. Kechirasiz, tartolanch. 25 ming bo'ldi. Shu g'unajin. Yosh qanchada aka? Yaşı 3 yoshdan o'tdi. 3 yoshdan o'tdi. Sizdagicha aka bu? G'unajin, ha? Menimcha shu bo'yi uzun cho'ng uy bo'ladi. Bo'yi uzun uy bo'ladi deyim shular. Buna. Bu endi tarpaqmi? Turpoqda. Bu tarpaq hali. 26 deysiz-mi? Hurmatli ko'ruvchilar, ushiga o'xshaganda olib qo'yingizlar. Agar cho'ng uy qilam, siyir qilam deganlar bo'lsa. Bizda uy deydi, siyir deydi. Ancha ko'ngil ruhingizlar. Siyir nimasi, novozi nimasi deb. Bundigini ham tarpaq. Mana. Yolg'iz ushulalami? Ha? Telefon nomeri aytib qo'yamiz. Menimcha to'shqa qiziqadi bu. Yaxshi o'tadi-ku. Ha, bu. Qayerdan keldi bu? Yaxshi bozoringiz olib. Qancha do'st? Bu suluv g'unajin. Ha? 23 mingga so'rashdimi? Yaxshi. Rahmat. Assalomu alaykum. Qancha bu buqa? Ha? Qancha bo'ldi g'unajin? 39. G'unajin 39 ming bo'libdir bozor so'ragan. Bu qancha? Buqani ham shunday. Ekoting 39 bu. Azamadi. Beraverib o'xshash bo'libdir. Yaxshi, bozoringiz olib bersin. Uyalib ketdi akamiz. Endi bu g'unajinni bilasiz. Assalomu alaykum. Qancha bo'ldi oq g'unajin? Olsan jurgan tanilib bo'ladigan, ha? Talaqaydasa juda zo'r bo'ladi-da bu. O, men u yoqqa jurayotgan deydi, izlaganlarga. 26 ming baho so'rashdi va. Yaxshi, bozoringiz olib bersin. Yaxshi. Yosh qanchaga bo'ladi? 1 yashar g'unajin 26 ming baho bozor so'rabdi. Rahmat. Assalomu alaykum. Qancha bo'ldi turpoq aka? 22. Erkak turpoq. 22 mingga bozor so'rabdi. Rahmat. Assalomu alaykum. Charchadingizmi oqsoqol? Stol olib kelib olish kerak edi-da.
Qancha bo'ldi? 7? 27 ming baga. Shu To'rtboqda bozor suraptir. Men aytdim onda kun salqin kun. Yosh qanchada? Yoshiga jetgan yo'q. Oylik ekanda, qisqasi yoshga jetilaga kerak. Rahmat. Qancha so'm? Topib qo'yaychi. Assalomu alaykum. Shu Bo'soqoda chetda turgan akalarimizga keldigan bilaylikchi bog'lar. Qaysi media? Qadamjoy media. Media. Qancha oldi bu? Buni 40 ga berib edim. 35 ga berib edim. Qisqasi 35 ming so'mga bozor suraptir. Ishlari bunisi biraz cho'ngroq. 40 mingga suraptir. Yosh qanchada bu zot? Bu 1 yashar. Bu 1 yoshga jetilak. Yashardan O'tdimi? yashar hikoya. O'tdi, biroq qo'ya kishinadan. Bu kishida bu Yaxshi. Bozoringiz bersin. Yaxshi. Biz ham daha yuramiz. Chekadan biraylikchi. Mana. Assalomu alaykum. Bilmaysiz qanchasini? Ha. Surab kelganlarga bilmaysiz. Yo'q, 30 ming deyapman. Yaxshi. 30 ming kami bormi? Yaxshi. Uğraştım ya so'rashmadim. Erkak to'rtboq ekan. Qancha suraganini bilmayman. 30 ming kami bor ekan. Bola to'rtboq qancha bo'ldi? 20? 24 mingga surashdi. Yaxshi. Shu erkak to'rtboq 24 mingga surashibdir bozor. 5 oylik ekan. Yaxshi, bozoringiz bersin. Assalomu alaykum. Aka, shu qancha bo'ldi shu cho'ng'i? Shundan so'rayinchi. 39 mingga bozor suraptir. Yosh qanchada? 1,5 yashar ekan. Rahmat, bozoringiz bersin. O, qora, yaxshi tusdagi da'vat etib turadi. Assalomu alaykum. Sizga bu? Qancha bo'ldi? 38 ming berib o'taman. Soda bo'lgan odat yaxshi. Yosh qanchada buni? Peki? 38 ming baga bozor odat. Yaxshi. Allah sodangizlarga beraka bersin. Bu yerda. Assalomu alaykum, kechirasizlar. Qaysini non so'rab otasizmi? Ha? Qaysi yaxshi? Noturg'anmi? Qancha bo'ldi shu? 38 ga berdim. 38 ming baga non so'rab otgan mana shu. Shoq-shoq deb qo'yadi ekan. Bu joq sizga qarashdimi? Ha? Qancha bo'ldi aka shu? 38. Ne uchun bunday buni? O'zi shunday uchun. 45 ming so'mga bozor suradi. 48 ming so'mga bozor suradi. Yaxshi. Bozoringiz bersin. Qancha qo'shib berdingiz aka? 39 deysizmi? 38 ga berdim. 38? Mana olmi? Bermagan. Soda qilaveringizlar. Assalomu alaykum. Qancha bo'ldi aka? 4500. 40 ming so'm 500 ekan. Ko'rinishida yaxshi. Qancha yoshda bu aka? Yoshigacha to'rtboqmi bular? Demak, shunday rupan olib boqingizlar, boquvchilar bo'lsa. 40 ming 500 so'm bozor surapti. Yaxshi, bozoringizlarni bersin. Qalmiyon bozori.